Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz amaliy matematika fanidan teskari matrica, chiziqli tenglamlar sistemasini teskari matrica usulida yechish mavzusi bilan tanishamiz. Mavzuni boshlashdan oldin ushbu mavzuning rejasi bilan tanishtirib chiqaman. Birinchi teskari matrica, xos matrica tushunchalari bilan tanishamiz. Undan keyin teskari matrica mavjudlik shartlari to'g'risida teorema bilan tanishamiz. Keyin teskari matritsani topish usullari bilan o'rganib chiqamiz. To'rtinchi chiziqli tenglamlar sistemasini teskari matrica usulida yechishni o'rganamiz. Teskari matrisaga ta'rif beramiz. Ta'rif: A kvadrat matrica teskari matrica deb shunday A darajasi -1 matrica aytiladiki, uning uchun quyidagi tenglik o'rinli bo'lsin. Ya'ni A matritsani A darajasi -1 matrisaga ko'paytirganimizda birlik matrica hosil bo'lishi kerak. Yoki A matrica teskari matritsani A matrisaga ko'paytirganimizda birlik matrica hosil bo'lishi kerak. Ikkinchi ta'rif: agar A matrica uchun A matrisaning determinanti 0 dan farqli bo'lsa, bunday matrica xos bo'lmagan matrica deyiladi. Aks holda, ya'ni A matrisaning determinanti 0 bo'lsa, xos matrica deyiladi. Teorema: A kvadratlik matrica teskari, A darajasi -1 matrica mavjud va yagona bo'lishi uchun uning xos bo'lmagan matrica bo'lishi zarur va yetarlidir. Ya'ni A kvadrat matritsasining determinanti 0 dan farqli bo'lishi kerak. Zarurligi: agar A matrica uchun unga teskari matrica mavjud bo'lsa, u holda A matrica va unga teskari bo'lgan matritsani ko'paytmalari teng birlik matrica bo'ladi. Bu yerda matrisalar ko'paytmasining determinanti har bir matrica determinantlari ko'paytmasi tenglik xossasiga ko'ra quyidagini hosil qilamiz. Demak, bu birinchi tenglikdan A matrisaning determinanti 0 dan farqli bo'lishiga kelib chiqadi. Yetarligi: A matrica xos bo'lmagan matrica bo'lsin. Ya'ni A matrisaning determinanti 0 dan farqli bo'lsin. U holda matrisalarni o'zaro ko'paytirish va matritsani sonini ko'paytirish qoidasiga ko'ra A darajasi -1 matrica teng bo'ladi 1 taqsim A matrisaning determinanti ko'paytirilgan A matrisaning algebrik to'ldiruvchilaridan tashkil topgan matrisaga. Ya'ni ikkinchi tenglik kelib chiqadi. Endi teskari matrisaning yagona ekanligini ko'ramiz. Agar B matrica A matrica uchun teskari matrica bo'lsa, B teng A darajasi -1 ekanligini ko'rsatamiz. Haqiqatan ham B teng B ko'paytirilgan Y teng B ko'paytirilgan A ko'paytirilgan A darajasi -1 teng B ko'paytirilgan A ko'paytirilgan A darajasi -1 teng bo'ladi Y ko'paytirilgan A darajasi -1 bundan A darajasi -1 ekanligi kelib chiqadi. Demak, B teng A darajasi -1 ekan. Birinchi tenglikdan A darajasi -1 ning determinanti teng bo'ladi A ning determinantining teskarisi kelib chiqadi. Endi teskari matritsani topish usullari bilan tanishib chiqamiz. Birinchi klassik usul. Teskari matrica quyidagi munosabat yordamida hisoblanadi. Demak, birinchi A matrisaning algebrik to'ldiruvchilarini hisoblab chiqamiz, hisoblab topamiz. Ya'ni katta A11, A21, hokazo
A1N, A1 2, A2 2, hokazo. A2N. So'nggi qatorda A1N, A2N va hokazo AN algebra to'ldiruvchilardan tashkil topgan matritsani hosil qilamiz va bu matritsani bir taqsim o'sha A matrisaning determinantiga ko'paytiramiz. Endi misol qarab chiqamiz. Berilgan matrisa teskari matrisani toping. Demak, A matrisa berilyapti. Birinchi qator 1 2 1, ikkinchi qator 3 minus 1 3 minus 5 3, uchinchi qatorda 2 7 minus 1 dan elementlardan tashkil topgan A matrisi berilyapti. A matrisaning birinchi determinantini hisoblaymiz. Bu matrisaning determinantini hisoblaganimizda 33 chiqyapti. Demak, 33 0 dan farqli ekan. Demak, bu matrisaning determinanti mavjud. Endi buning algebra to'ldiruvchilarini hisoblab chiqamiz. A1 1 minus 16, A1 2 9 va hokazo A3 3 minus 13 ekanligini ko'rib turibmiz. Endi o'sha algebra to'ldiruvchilardan hosil bo'lgan matrisani 1 taqsim 33 ga ko'paytiryapmiz. Natijada quyidagi matrisa hosil bo'lyapti. Endi bu hosil bo'lgan matrisa A darajasi minus 1 matrisani A matrisiga ko'paytirib tekshirib ko'ramiz. Buni ko'paytirib ko'rganimizda haqiqatan ham birlik matrisa hosil bo'lyapti. Demak, biz hisoblab topgan matrisa A matrisiga teskari matrisa ekan. Aniq bo'ldi. Ikkinchi usul bu Jordan usuli deb ataladi. Berilgan A kvadrat matrisiga o'ng tomonidan tartibli A ning tartibiga teng Y birlik matrisa qo'shilib kengaytirilgan matrisa tuziladi. Jordan usulida teskari matrisani topish uchun. Biz ko'rib turibmiz. A matrisani yozib olamiz birinchi, keyin o'ng tomoniga birlik matrisani yozib qo'yamiz. Parallel ravishda kengaytirilgan matrisaning chap va o'ng qismlarida elementar almashtirishlar bajarilib, chap qismida birlik matrisa hosil qilishga erishiladi. Bunda o'ng qismida hosil bo'lgan matrisa berilgan matrisaning teskarisi bo'ladi. Endi chiziqli tenglamalar sistemasini teskari matrisa usulida yechish bilan tanishamiz. Shuni o'rganib chiqamiz. Agar tenglamalar sistemasining matrisasi xos emas, ya'ni A matrisaning determinanti 0 dan farqli bo'lsa, u holda sistemaning matrisa ko'rinishida yechimi quyidagicha bo'ladi. X teng A darajasi minus 1 ko'paytirilgan B. Yoki buni yoyib yozadigan bo'lsak matrisalarni, rasmda ko'ringanidek matrisalar ustida amallar bajarishimizga to'g'ri keladi. Masalan, tenglamalar sistemasini matrisa usulida yeching. 2x1 plus 3x2 plus 4x3 teng 1. Birinchi tenglama. Ikkinchi tenglama x1 plus 2x2 plus 3x3 teng 0. Uchinchi tenglama 3x1 plus 4x2 plus 6x3 teng 1. Ushbu tenglamalar sistemasini teskari matrisa usulida yechishni ko'rib chiqamiz. Demak, matrisalarni tuzib olamiz. A matrisa 2 3 4 1 2 3 3 4 6 element sonlardan tashkil topgan ekan. B matrisasi 1 0 1 ustun matrisa ekan. Birinchi navbatda demak A matrisaning determinantini hisoblayapmiz. A matrisaning determinantini hisoblaganimizda 1 hosil bo'lyapti, ya'ni 0 dan farqli.
Demak, bu tenglamlar sistemasini yechishimiz mumkin teskari matrica usulida. Ya'ni bu A matrica, teskari matrica mavjud ekan. Yuqoridagidek usullarda A matrisaning teskari matritsasini topsak, demak, birinchi qator 0, -2, 1, ikkinchi qator 3, 0, -2, uchinchi qator -2, 1, 1 sonlardan iborat bo'lgan matrica hosil bo'ladi. A darajasi mansub. Endi bu matritsani B matrisaga ko'paytirsak, quyidagi ustun matrica hosil bo'lyapti. Ya'ni 1, 1, -1 dan iborat. Demak, bu tenglamlar sistemasining yechimi x1 teng 1, x2 1, x3 teng -1 ekan. Endi ikkinchi usul, ya'ni teskari matrica metodidan tenglamlar sistemasini yechishni ko'rib chiqamiz. Bizga demak quyidagi matrica berilgan bo'lsin. A matrica 1, 2, -4, 3, -1, 1, 2, 1, 5 elementlardan tashkil topgan matrica. Uning yoniga birlik matritsani yozib qo'yamiz demak. Va tegishli elementar almashtirishlar bajarish natijasida birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi qadamda demak chap tomonda birlik matrica, o'ng tomonda esa yangi bir matritsamiz hosil bo'lyapti. Bu matrica o'sha A matrisaga teskari matrica bo'ladi. Endi bu matritsani biz B matrisaga ko'paytirib chiqamiz. Ya'ni 8, 4, 0 dan iborat bu matrisaga ko'paytirib chiqsak, natijada bu tenglamlar sistemasining yechimi hosil bo'ladi. Ya'ni 2, 1, -1. Javob 2, 1, -1 ekan. Bugungi mavzuimiz shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.